Bugun 430 dan ziyod xonadonga shartnoma qilibmiz. Bizga shuncha Namangan xalqi ishonch bildirdi. Mana shu aksiyadan unumli foydalanaylik deb keldi. Bugun birinchi kun 300 ta xonadonga aksiya berdik, lekin biz aytganimizdan ham talab ko'pligi hisobiga bizlar bugun 450 ga yaqin shartnoma qildik. Hamma hozir mana o'chirib olyapti. Ofisimiz oldi mashina bilan to'lib ketgan. Ana o'chirib. Ertaga bu hech narsa emas. Ha, nasib qilsa ertaga mashina bezak kelmaydi. Bega sig'maydi odam. Xuddi shunday. Yana navbat olganlardan so'rab ko'ramiz. Tungi soat 15 ekan 11. Mana jonli navbati shu mana shunchalik yig'ilib turibdi. Hozir 1 soat bo'ldi taqdimotimiz kelganiga. Nechta o'chirib berdilaring? 180 ta o'chirib berdik hozir. 191-raqam berildi. Hozir soat 8:30, 1,5 soatda 100 dan ko'p xonadonlarni sotishga ulgurdik nasib qilsa. Onamizga akamiz uy olib berdi. 2 ta oldim, 3 ta uy oldi. 2 ta xonadon oldim. Bir xonalida 2 ta oldim. Agar ishonchsiz quruvchi bo'lganda, hokim o'zi chiqib gapirmagan bo'lardi. Ertalab soat 7 dan biz ishni boshlaganmiz. Bugun kun bo'yi 430 dan ziyod xonadonga shartnoma qilibmiz. Bizga shuncha Namangan xalqi ishonch bildirdi. Mana shu aksiyadan unumli foydalanaylik deb keldi. Bugun birinchi kun 300 ta xonadonga aksiya berdik, lekin biz aytganimizdan ham talab ko'pligi hisobiga bizlar bugun 450 ga yaqin shartnoma qildik.